Odamlar dunyodagi eng yaxshi 10 daqiqalik film unvonini olgan filmni tomosha qilish uchun kinoteatrga yig'ilishdi. Qisqa daqiqalardan so'ng film boshlandi. Ekranda uyning shiftidan boshqa hech nima ko'rinmadi. 4-daqiqada ham shu ahvol. 5-daqiqada ham. 8-daqiqaga kelib ham shiftdan boshqa hech nima yo'q edi. Odamlar betoqatlana boshladi. Ba'zilar kinoteatrni tark etdi. Ba'zilari ketgan vaqtiga achindi. 9-daqiqada ekranda avtohalokat sabab bir umr to'shakka mixlanib, falaj bo'lib qolgan bola va uning yotog'i ko'rindi. Keyin esa ekranda mana bu yozuv aks etdi. Bu bolakay yana necha yillarni shu zaylda davom ettiradi. Siz esa 8 daqiqa chidolmadingiz. Haydovchilar, sizdan iltimos, hech yo'q mana shu bolaning haqqi hurmati, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling.